Drivers. Assalomu alaykum do'stlar, men Drivers sizlar uchun Epica'li bitirlar uchun ajoyib holatda Epica bilan tanishtirib o'taman. Mashina sotiladi, Xorazmda turibdi. To'liq ma'lumotlarni xudo xolasa video davomida aytib o'taman. Videoning oxirida baholarni aytib o'taman. Mana shu videoni tomosha qilishda davom etamiz. Qani ketdik. Epica 2009-yil avtomat korobka, eng full varianti. Mashinamizda polni xodovoylar taxlangan, hamma xodovoy bo'yicha rasxodlar aytilgan. Kuzupini berbeyinde petnolari bor, kraskasi bor, switch joylari bor, lekin strashni udar yo'q. Bemalol usta teshib ko'rib olaverasizlar. Bolalar ham yaxshi holatda yana ko'rib turganingizdek, balon qo'ymaysiz. Mashina umuman rasxod yo'q. Qarochi xodovoy taxlandi, bolalar o'rtacha, metani bor, pokoleniya. Motor qismi bo'yicha hozir tushuntirib o'taman. Motor qismi вообще gap so'z yo'q. Salonlar ham akkuratni ko'rib turganingizdek. Monitorlari bor. Mashina haqiqiy yurgani 348 ming kilometr yurgan, lekin bu toza motor qo'yilgandan keyin emas. Lyuklari bor. Mashina o'zi avtomat korobkali 205 lik motor bo'ladi. Bunga 2 lik yaxshi qilib to'sqa motor qo'yilgan. Salonlar holati ham ajoyib holatda ko'rishingiz mumkin. Ishlar ham akkurat. Rasxotat o'tirmishlar mashina. 100 lik pokoleniya metallari bilan. Metallar ham qo'yilib turibdi. Hozir motor qismi bilan ko'rsatib ketaman. Motori 2 lik to'sqa motor qo'yilgan. Mashina o'zi avtomat korobka. 2 lik to'sqa motor qo'yilgan. Mashinaning miyalari ham toza qo'yildi yaqinda. Polni motor sistemasi bo'yicha, elektrika sohasi bo'yicha hamma rasxodlar aytildi yaqinda. Polni switchalari, switcha provodalari hamma narsasi tozadan qo'yilgan. Motor ham yaxshi xili 2 lik to'sqa motor qo'yilgan. Kapriz emas. Tushunadi odamlar biladi. Ya pokoleniya metallari bilan turibdi mashina. Motor qismini rasxotat o'tirmishda, xodovoy taxlangan. Haydayman odam zo'r, tayyor mashina. Asasdan eshitdinglar. Yaxshi xili shu Epica'ning to'sqa motorni zo'r tushadi. Yaqinda polni komplekt switchalar ham qo'yildi. Switcha provodalari, xodovoy ham taxlandi. Mashina yaxshi rasxodlari aytildi. Beton tayinlovka keladi yana. Polni tayinlovka aytilgan ruxsatlari bor. Lyuklar ishlab turibdi, bola. Ko'rib o'tganingizdek, yaxshi holatda. Akkuratni bo'lib turibdi. Aytib o'tgan petnolari va 1-2 strashni mudollari yo'q. Endi Epica'ni baribir 2009-yil mashina. Zangidi, qirchiladi, chiziladi. Start stop knop keladi yana. Seslar ham çok приятный olib chiqib turibdi, rullar qo'yilgan. Tartışlarına вообще gap yo'q. Chotki tortadi, benzindan, gazdan. Jo'ralar bu 2009-yil, probek 348 ming yurgan, lekin toza motor qo'yilgan, hamma rasxodlar aytib turgan mashinaning bahosi 85 million so'm. Naqd oladigan bo'lsa, ustida ozgina xayr qilib qaytib beramiz, bemalol telefon urib o'zingiz qiziqtirgan ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Telefon nomerlari videoning opsiyanasida turadi. Telegram kanallarimizga, gruppalarımıza o'tishingizni tavsiya etamiz. Toza yo'llarni, shu mashina podrobniy rasmlari, hamma donlarni Telegramga tashab boramiz. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.